Ha, 02. Rosa charchab ketdim. Narigi qishlog'imiz ham yaxshi edi lekin. Ha, to'g'ri, yaxshi edi. Lekin bu qishloq ham yaxshi. Shu qishloq yaxshi ekan. Rosa charchab ketdim men ham. Ketdik Jon Amberdi uyining yoniga. Go ketdik. Yur endi tezroq yur. Mana shu bo'lsa kerak Jon Amberdi. To'g'ri, shu 100%. Yur endi kiramiz. Kirib bo'lmaydi. Assalomu alaykum Jon Amber, qandaysiz? Eski tanishlar, qandaysizlar? Men sizlarni kutib, ko'zim qon bo'lib ketdi. Keldik-da endi Jon Amber, telefonda gaplashgandek. Yangi qishloq ochilgan bu. Men bilaman yangi qishloq ochilgan, chunki hamma narsasi yangi. To'g'ri, lekin to'g'rimi Jon Amber? Ha, yangi, men ham yangi berman endi. Oldin ham ishlardim endi. Bu qishloq sal eskirib qolgan-da. Jon Amber, endi uy bormi yoki quraylikmi? Sizlar yetilmasizlar, uylar yetilcha qurilgan. Sizlar o'zlaringiz qurvoylar, maylimi? Mayli Jon Amber. Okey, ketdik. Men qolib ketdim, kutib tur. Ready, kutib tur. Jon Amber aytdi, men hozir qurish uchun instrumentlarni olib boraman yoningga. Uy quramiz-ku. Ha, bo'pti. Eshitdimi yo'qmi? Mayli endi. Instrument olib borar ekan, qishloq qandaysan? Kibrmisan baqaka? Yangi kelganda kibr. Kibr. Jon Amberga o'xsharmikan? To'xta. Kibrmisan? Gapimni eshit. Turing qoling. Toza kibr bo'lib ketibdi-ku bular. Mana gulni qarang shirinligiga. Zo'r ekan mana shu gul. Qachon keladi uni nulikka? Jon Amber har ham narsalar beryapti unga. Qishloq qandaysan? Eshitmadi-yu. Keldingmi nulikka? Keldim. Uyimizni qayerdan quramiz unda? Ochiq joy topaylik hozir. Instrumentlarmi? Ha, shulardan uy qurar ekanmiz, Jon Amber aytdi. Hozir yana beraman. Shuni olib turing. Bo'pti, nulikka borib keldi. Men uyni qurishni boshlayman unda. Mana shu yerdan quraymi ekan? Shu yerdan. Lekin yaxshi variant. Bu uyni orqasida qolar ekan. Mana shu yaxshi. Shu yerdan quramiz. Tagida bloklar, tosh blokni bor. Yer har doimgidek. Yerga tosh blok qo'yamiz. Mustahkam. Unda tezroq qurish kerak bo'lardi. Tak qo'yamiz. Bu yoqqa ham. Keldingmi nulikka? Ha, keldim. Qo'limga ari qo'nsin. Qo'nmasin, chaqib olsin. Unda uchib ketsin. Yo'q. Bloklarni olib keldingmi? Berin tez. Hozir olaman, tursin yerda. Boliq olay, mustahkam qilib toshdan. Okey. Men hozir yana narsalar olib kelaman. Bo'pti. Tezroq bloklar qo'yish kerak. Charchab ketdim hozir. Yana uy qurishim kerak. Muncha tez keling nulikka. Shunaqaman-ku men, tezkorman. Mana yana tosh blok, mana yana bir stak. Ong. Rostdan tezkor ekansan. Shu toshni qo'yib olayda. Ketdik unda uxlashga uyga. Menga mana shu uychaga divancha qo'yib ber uxlashimga. Jon Amber bergan-ku senga. O'zing menga berdi-ku, o'zing unaver. Men toza havoda ko'chada uxlayman. Senga uyga qo'yib beraman. Bo'pti. Menga ichkariga qo'yib ber. Okey. Как раз ko'k rangi yaxshi. Uxladim. Ana ertalab bo'pti-ku. Soat 9 ham bo'lib ketgandir. Unda men tezroq uyni qurishim kerak, hali uyqusirayapti. Salom. Men turdim уже. Ko'rdim turganingni. Men uyni qurayin deb betimni yuvib olay. Suv sovuq ekan. Uyni qurish kerak endi tezroq. 4 ta blokdan qo'limga ari qo'nsin.
to'rtta blokdan qo'yamiz. Dag'rak blokni 1, 2, 3, 4. Sakraymiz. Ay oyog'im. 1, 2, 3, 4. Bekor sakrayapman, oyog'im og'riyapti. 1, 2, 3, 4. Ay. Qo'limga ariq qo'nib ketsin ha. 1, 2, 3, 4. Keyinroq olaman bu blokni. Ay. Endi mana yerda qurish kerak. Mana shu yerga eshikdan joy qoldiraymi ekan? Shu yerdan qilaman, qayerdan qilaman? To'g'rimi? To'g'ri. Qotib qolganiga e'tibor bermanglar. Minecraft bug bo'lib qoldi. Tezroq ana uyda sizlar kuttirib o'tirmaylarimda qurib bo'lgandan keyin ko'rsatib qo'ydim. Mana bu ikkinchi etaj 02 uyi. Ikkinchi etaj bo'ladi. Uy oldinroq aytish esimdan chiqib ketdi, ikkinchi etaj qilamiz deb. Uy videoni to'xtatib turaman deb. Mana uyim tayyor bo'ldi. Mol bor ekan. Mana uyim. Hali bir ikki narsalarni bezatganim yo'q. Men o'zim bezataman uyimni. Bo'pti, 02. Короче, keyinroq bezataman qolganini. Endi ikkinchi etajga chiqish kerak. 02 qandaysan? Seniki pushti deyapmanmi? Meniki jigaring. O'zingga mos ekan. 100%. Unda siz borib narsalaringizni, ishlaringizni qilavering. Men xonamni bezataman. Bo'pti. Bu nima? Ko'rmisiz musulpaqir, mana qo'yib qo'ying uyim yoniga. Ko'rmasman. Bu yoqqa qo'yim ekan. Bu yoqqa qo'yim, chekaroqda tursin musulpaqir. Narsalarni shu yoqqa solaveraymi 02? Yo'q, no. Nimaga? Merga olib borasiz. Janob merga. Mashq qilish kerak-da, ko'rdilaring men. Narida aynalib boryapman janob merga uyiga. Tezroq boraman-da, kiraman-da. Janob merga yaxshisiz deyman. Yaxshisiz janob mer. Yaxshi, rahmat. Assalom qani? Esimdan chiqib ketdi. Assalomu alaykum janob mer. Yaxshimisiz? Shu yuribmiz, xudoga shukr. Yaxshi. Instrumentlar solyapman-da. Kakras shuni aytmoqchi edim. Instrumentlarni o'gaylikka qaytarib qo'ydi. Sendan keyin ham odamlar uy qurish kerak. Unda bo'pti. Mendan keyin odamlar uy qura bilaman. Odamlar emas, yetellar bo'lsa kerak. Sabzi bittasi menga qoldi. Bo'pti janob mer, короче. Bo'pti, borib ishlaringni qilaver. Bo'pti unda. Janob merga o'xsharmikan. Bu nima? Suv, qizil suv. Bo'yoq qo'shgandir-da kimdir. Mol. 02. Gilam qo'yibsanmi? Da, 100%. Bloklarni berib keldingizmi janob merga? Berib keldim. Men tashqarida bo'laman. Yomg'ir yog'ib ketdi. Obunachilarga men bezatgan uylar ko'rsating. Bo'pti, hozir ko'rsatib chiqaman. Hozir ozgina uyda o'tiray, sovqotib ketdim. Yomg'ir yog'ib shu payt. Ko'rsataman degan paytim hozir ko'rsatib beraman uylarni bezatgan. Pechkam bor. Ketdingmi? Ozgina turay uyda. Sovuq ekanda. Hozir boraman. Nozlanmasdan tezroq boring, o'z qo'shib beraman. Aylama Luchi. Tra. Azoblash xizmatini qo'shiq ekan bu. Qani, ko'raychi. Yaxshi bezatibsan. Eshitmaydik ko'rmaganda deb. Tak bu yerda bezatdimmi? Aytgancha bir dastavchik biratdan o'si bo'ladi. Uni o'zi bu yerda janob mer har doimgidek emas, bugun keldik o'zi. Mana jetelga nima kerak ekan? Meni o'zimni yonida. Meniki emas, endi o'ziniki. Sovuqda nima bor? Kirsang bo'lmaydi. Bo'ryapsan meni. Urgim kelsa uraman-da. O'zi 02 bilan men bezatib berdik uylaring. Qani bu yerda ham ko'rishchi temirchining uyini. Yaxshi bezatibdi. Mana nima? Sabzi solib ketay. Bir dona yetadi bunga temirchiga.
Gullarda qaranglar chiroyliligini. Tezroq borish kerak, zo'r chiqibdi lekin. 0-2 yaxshi. Do'stlar, shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman do'stlar.